Ayol bo'lish oson emas. Bundan og'ir yumush yo'q. U bo'lmasa oila qayda? U bo'lmasa turmush yo'q. Uyim, joyim, erim deya har negada berar dosh. Suvlar kelsa simirar u, toshlar kelsa yutmish yo'q. Bir qo'lida qozon tovoq, bir qo'lida bolasi, hamma qovoq uysa bo'lar. U jim yutsin nolasin. Uning ham goh og'rib qolar. Boshi, tishi, ko'ngli bor. Bilmasangiz bilib oling, aytay keldi xonasi. O'z uyidan kechib kelgan, musofirdan kam emas. U bor ekan biron erkak, ro'zg'oridan g'am yemas. Tegirmonning toshin olib, yugurtirmang boshidan. Sizga o'xshab tirik jon u, sizdan aslo kam emas. Kim nechtaning ko'nglin olish majburiyati, ishidir. Unga esa kim nechtaning bahoriyam qishidir. Alloh uni saylab sizga bergan omonat. Har bir erkak ayoliga ko'ksi vatan kishidir. Joni uning 40 ta degan aqida ham g'irt tuhmat. Joni uning bittagina, u ham bo'lsa muhabbat. Gunohi ham, aybi ham shu, sizga fido shu joni. Zulmda ham, jafoda ham sizni tegdi tobat. Bir kalima, shirin so'zga uning kabi gado yo'q. Ko'z yoshini oqsangiz, bundan og'ir xato yo'q. Bu she'rimni o'tinch biling. Iltimos deb biling yo ayolingni asra degan. Shundan o'tar nido yo'q.